Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz jamoatal muslimin. Muqaddas dinimizning ilohiy ta'limotlarida inson uchun zarur bo'lgan sog'likning ulug' ne'mat ekanligi, uning qadriga yetish zarurligi alohida ta'kidlangan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir muborak hadislarida 5 narsadan avval g'animat bilgin, keksalikdan avval yoshlikni, betoblikdan avval salomatlikni, faqirlikdan avval boylikni, bir ishga mashg'ul bo'lib qolishdan avval bo'sh vaqtni, o'lim kelmasdan avval hayotlik vaqtini dedilar. Imom Bayhaqiy, Imom Hokim rivoyat qilgan. Odamlar nazdida to'laqonli, saodatli hayot kechirish uchun tananing sog'lom bo'lishi, birorta a'zoning xastalikka chalinmasligi, kishi o'zini sog'lom, bardam va xushkayfiyat his etmog'i lozim. Aks holda hayot mazmuni yo'qoladi, turmushdan fayz ketadi. Dunyoning hech qanday lazzati va jozibasi tatimaydi. Hayot shirin, salomat umrguzaronlik qilmoq undan ham shirin. Eng shirin lazzat salomatlikdir degan Luqmoni Hakim. Biror joyingiz og'rib tursa, biror kasallik bezovta qilib turgan bo'lsa, sizga hech narsa tatimaydi. Shu bois ham butun dunyoda odamlar sog'lig'ini muhofaza qilish yo'lida katta sa'y-harakatlar qiladilar va ko'plab mablag'lar sarflashadi. Odamlar nazdida to'laqonli, saodatli hayot kechirish, Alloh taoloning amr farmonlarini bajarish, ibodatida qoim bo'lish uchun eng avvalo tanani sog'lom bo'lishi, birorta a'zoning xastalikka chalinmasligi, kishi o'zini sog'lom, bardam va xushkayfiyat his etmog'i lozim.